(2026) Chevrolet Labo Daiwo modeli kichik yuk avtomobillari orasida o'zining ishonchliligi va amaliyligi bilan alohida o'rin egallaydi. Ushbu yangi avlod model kundalik ish faoliyati, kichik biznes va shahar ichidagi tashish ehtiyojlari uchun mo'ljallangan. Dizayn jihatidan avtomobil soddalik va mustahkamlikni saqlab qolgan. Old qismi ixcham va funksional bo'lib, chiroqlar ko'rinishi yaxshilangan. Korpus materiali uzoq muddat xizmat qilishga moslashtirilgan. Salon qismi haydovchi uchun qulay tarzda ishlab chiqilgan. O'rindiqlar ergonomik bo'lib, uzoq vaqt boshqarishda charchoqni kamaytiradi. Asboblar paneli sodda va tushunarli bo'lib, barcha boshqaruv elementlari oson yetib boriladigan joyda joylashgan. 2026 Chevrolet Labo Daiwo dvigatel qismi tejamkorligi bilan ajralib turadi. Yonilgi sarfi past bo'lib, kundalik xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Dvigatel shahar sharoitida barqaror ishlash uchun moslangan. Transmissiya silliq ishlaydi va yuk bilan harakatlanishda ham ishonch beradi. Tormoz tizimi xavfsizlik talablariga mos holda kuchaytirilgan. Osma tizimi notekis yo'llarda ham yukni barqaror tashishga imkon beradi. Yuk bo'limi yetarlicha keng bo'lib, turli xil tovar va jihozlarni joylashtirish mumkin. Orqa eshik ochilishi yuklash va tushirish jarayonini yengillashtiradi. Ushbu model kichik do'konlar, xizmat ko'rsatish sohasi va yetkazib berish ishlari uchun juda qulay. 2026 yilgi yangilanishlar avtomobilning umumiy chidamliligini oshirishga qaratilgan. Xavfsizlik kamarlari mustahkamlangan va haydovchi ko'rish maydoni yaxshilangan. Avtomobilning texnik xizmat ko'rsatishi oson bo'lib, ehtiyot qismlar bozorda keng tarqalgan. Bu esa uni uzoq muddat foydalanish uchun maqbul tanlovga aylantiradi. Chevrolet Labo Daiwo oddiy lekin ishonchli avtomobil izlayotgan foydalanuvchilar uchun mos keladi. Ushbu video orqali siz 2026 Chevrolet Labo Daiwo haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Uning texnik imkoniyatlari, kundalik foydalanishdagi qulayliklari va umumiy afzalliklari batafsil yoritiladi. Agar siz avtomobillar haqidagi eng so'nggi sharhlar va yangiliklarni muntazam ko'rib borishni istasangiz, Auto Insight kanaliga albatta obuna bo'ling, qo'ng'iroq qiling va biz bilan birga avtomobil olamidagi eng muhim ma'lumotlardan xabardor bo'ling.